Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Biza Parkinsonizm kasalligi bilan davolanayotgan bemorlarimizni videolarini qo'ygandik. Eslaringizda bo'lsa, o'sha video roliklarimizni ko'rib juda ham ko'pchilik murojaat qilishdi hamda ko'pchilik bemorlar bizaga kelishdi murojaat qilib. Kasallikdan aziyat chekkan bemorlar juda ham ko'p ekan. Biza o'zimizning metodikamiz bilan transkranial magnetik stimulyatsiyasi hamda barcha davolash muolajalarini birgalikda olib o'tganligimizdan keyin bemorlarimizda natijalar yaxshi tomonga o'zgaryapti. Albatta bu kasallikdan to'liq davolanib ketamanmi degan savollar juda ko'p bo'lib turibdi, lekin afsuski bu kasallik bilan to'liq davolanishning imkoniyati yo'q, lekin davolanib ancha ahvollari yengillashib, bemalol harakat qilib va qanchadir muddatda davolanib turishsa bemorlarimizda juda ham yaxshi natijalar kuzatilyapti. Shu jumladan bemorimiz Surxondaryo viloyatidan Qashqadaryo viloyatidan tashrif buyurganlar. Abdullayeva Mahfurat opamiz 68 yoshdalar. Bizga kelganiga 7-8 kun bo'ldilar. Kelganlarida harakatlar to'liq chegaralangan hamda o'zi umuman yura olmaydigan holatda edilar. Biza nasilkada olib chiqqandiga, nasilkada olib chiqib bemorimizga davo muolajalarini boshlaganimizdan keyin 4-5-kunlarda bemorimizda yaxshi tomonga o'zgarishlar kuzatilib, hozirda ko'rib turganlaringizdek bemorimiz o'zini juda ham yaxshi his qilishyapti, o'zlari harakat qilib qoldilar, ovqatlanishi, yurishi bemalol bo'lib qoldilar. Inshaalloh albatta shifo Alloh taolo tomonidan beriladi. Biz sababchi bo'lib harakat qilyapmiz bemorlarimizga sifatli yordam ko'rsatishga. Onaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatginamisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Qalay endi taassurotlar? Yaxshi endi men Qashqadaryo viloyati Potron qishlog'idan kelganman. Kelgan paytimda yura olmas edim, qo'llarim qaltirar edi, o'zimda harakatim kam edi. Xudoga shukr bu yerga keldim. Mana doktorlarning, hamshiralarning yordamida to'liq oyoqqa turib ketdim. Zallaga to'liq o'zim yolg'iz yurib kelyapman. Qo'limni qaltirashi ham kamaydi. Sahal bor, ozroq bor. Yaxshiman. Rahmat. Shu kasallik bilan kasallangan bemorlarni shu yerga kelishlarini tavsiya qilaman. Bizning qishloqda ham bunday kasalliklar ko'p. Meni bormagan joyim qolmadi. Samarqandga 5 marta bordim. Rossiyaga ham borib keldim, bolalarim chaqirdi. Hech foyda ko'rmadim. Buradan yaxshi ish qilib juda foyda ko'p ko'rdim. Endi nasib bo'lsa qo'lim asta-asta to'xtasa kerak, qaltiramay qoldi. Ayrim payt hayajonlangan bo'lsa sahal qaltiraydi, lekin qaltiramaydi. Bu yerdagi doktorjon Sarvarjon doktorimga, rahmat. Dilnoraxonga katta rahmat. Hamshiralar Diloromxon, Nilofarxon, Nafisaxon, rahmat onaxon. Shu hamshiralarga katta rahmat aytaman. Hammalariga rahmat. Sog' omon bo'linglar. El xizmatida charchamayinglar. Rahmat onaxon. Hammalariga omadlaringizni bersin. Biz YouTube'dan ko'rib kelgandiz, albatta YouTube tarmog'idan ko'rib kelgandingiz, ko'pchilik bizlarga YouTube tarmog'idan telefon qilishyapti, so'rashyapti. Haqiqatan ishonchli joymi, qanaqa joy, davolash qanaqa dedi, yaxshi ekanmi? Ishonchli. Men o'zim kelib, o'z ko'zim bilan ko'rib, davolanib, shunga qaror qildim. Shu yerga ishi tushgan bandalar kelib davolansin, taklif qilaman. Yaxshi. Hamma sharoit bor. Televizor deysizmi? Hamma umuman ro'zg'ordagi sharoit hammasi yetarli. Rahmat. Yana bir narsani eslatib o'tamiz. Juda ko'pchilik bizani adresimiz so'rashadi. Adresimiz Toshkent shahar, Yunusobod tumani, 11-kvartal, 56-A uy, Clinico Neuro Cardiomedik. Ya'ni yoki Yandex ilovasidan Ahmad Donish 56A adresini yozsa bizani adresimiz kelib chiqadi. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Murojaat uchun quyidagi telefon raqamlarimizni kodda qilib ko'rsatib qo'yamiz. Albatta bu o'zimdan shaxsiy nomerim. Kechki paytdagi vaqtga telefon qilsalaringiz bemalol javob berishga imkoniyatlarimiz bo'ladi inshaalloh.
telefon qilib, joylarini bron qilib kelasizlar. Inshaalloh shifo Allohdan, biza sababchi bo'lishga harakat qilamiz. Rahmat.